Roza arab tilida siyam deb ataladi. Bu gapning lug'atdagi ma'nosi bir narsadan o'zini saqlash degan bo'ladi. Hammadan behojat bo'lgan ulug' Robbimiz bizdek ojiz bandalarining och va ussiz qilishiga muhtoj emas. Balki biz Allohning rahmatiga muhtoj bo'lg'ashqa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Hammanglarning Ramazon oyiga muborak bo'lsin. Ulug' Robbimiz ushbu oyda tutgan ro'zlarimizni qabul qilsin. Yuqorida o'qilib o'tgan oyat karimida Janob Haq taolo mu'minlarga ro'z tutishning farz qilinganligini bayon qilib mundaq deydi. Ey mu'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlarga ilgirkilarga, ya'ni ilgirki ummatlarga ro'z farz qilingandek, sizlarga ham Ramazon ro'zasi farz qilindi. Ro'za arab tilida siyam deb ataladi. Bu gapning lug'atdagi ma'nosi bir narsadan o'zini saqlash degan bo'ladi. Shar'iy istilohiy ma'nosi bo'lsa, niyat bilan tong otgan vaqtdan tortib quyosh patganga qadar yemak ichmakdan va boshqa ro'zini sundurg'uchi omillardan o'zini tortish demaklik bo'ladi. Imom Bag'aviy rahimahulloh yuqorqi oyatga yozgan tafsirida mundaq deydi. Ramazon kalimasi arabchadagi ramadau kalimasidan kelib chiqqan bo'lib, tumuz issiq yoki bijg'irim issiqdagi qizib ketgan tosh degan ma'noni ifodalaydi. Ramazon ro'zasi ilgirki ummatlarga, ya'ni nasoralarga farz qilingan. Ular ro'zini nihoyat tumuz issiq kunlarda tutishga buyurilgan edi. Va yana ba'zi ulamolar bu muborak oyning Ramazon deb atilib qolishidagi hikmat bo'lsa, bu kalimaning yuqorqi ma'nosi bilan munosabatlik, ya'ni gunohlarni ko'ydirib tugutish, gunohlardan qutulish demaklikdir deyishidi. Shundoq, bu muborak oyning nurg'unlagan fazilatlari bor. İnsan o'z nafsini mushu oyda yaxshi idora qila oladi. 11 oy to'q yurib, mana mushu oyning kunduzlari yemak ichmakdan o'zini tortish orqali qo'soqlari to'ymayotgan kambag'allarni yoki majburiy osh qo'yilayotgan mazlum kishilarni aslaydi. Qur'oni Karim nozil bo'lgan bu muborak oyning hurmati bilan jamoat bilan namoz o'qish, Qur'oni Karimni tilovat qilishdek ibodatlar bilan mashg'ul bo'ladi. Ramazon barliq yomon illat va odatlarni, shundaqla gunoh ishlarni tashlash va ulardan uzil-kesil qutulishning muhim bir fursatidir. Bu bir oy jarayonida tamaki chekish, aroq ichish, tilhaqaro so'zlarni ishiltish, g'aybat qilish, naqshi musiqa anglash, nashayon filmlarni ko'rish deganga o'xshash yomon odatlarni tashlaydigan kishi Ramazondan keyingi kunlarda o'zini va vaqtini behuda narsalarga sarf qilishdan saqlay oladi. Ramazon Imom G'azzoliy aytganidek nafsini idora qilish va boshqarish oyidir. Chunki hammadan behojat bo'lgan ulug' Robbimiz bizdek ojiz bandalarining och va ussiz qilishiga muhtoj emas. Balki biz Allohning rahmatiga muhtoj bo'lg'ashqa, mehribon Robbimiz mana bu jannatning eshiklari ochilib, jahannamning eshiklari taqiladigan, barakat va rahmat yig'ib turadigan bu muborak oyni taqdim qildi. Hafiz ibn Rajab rahimahulloh mundaq deydi. Bilginki mümin Ramazanda nafsi bilan ikki turlik jihad qiladi. Biri kunduzi ro'za tutish orqali jihad qilish, yana biri kechasi qiyomda turish orqali jihad qilish. Shunga kimiki bu ikki turlik jihadni jamlay olsa, ajri haddi hisobsiz bo'ladi. Payg'ambar alayhisalomdan bu oyning fazilatlari haqida nurg'unlagan hadislar rivoyat qilingan bo'lib, Salman Farisi radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam Şaban oyining oxirgi kunidagi xutbasida mundaq degan: Sizlarga katta bir oyning xush bishoratini beraman. Uningda 1000 oydan ortiq yaxshilik bo'lgan bir kecha bor. Alloh taolo bu oyda ro'z tutishni farz qildi va bu oyning kechasida qiyomda turishni fazilatli amallar qatoridan qildi. Bu kunlarda nafl amallarni qilgan kishiga farz amallarni qilgan kishining ajrini, bir farz bajo keltirgan kishiga bo'lsa, xuddi 70 farz amalni qilgan kishining ajrini belgilab berdi. Bu oy sabr oyidir. Sabrning mukofoti jannatdir. Bu başqalarga yordam qilish oyidir. Bu oyda mo'minning rizqi ziyoda bo'lgan oydir. Payg'ambar alayhisalom kimiki bir mo'minni iftor qildirsa, u kishiga uning gunohlarining mag'firat bo'lishi va bir qulni azod qilganlikdek ajr bo'ladi degan. Salman Farisi radhiyallohu anhu: "Ya Rasululloh, hammalarning bir ro'zlarni iftor qildirgudek narsa yo'q" deganida Rasululloh
Allah Taala muşu savab mukofotlarni bir ro'zlarni suv aralashtirib qo'yilgan sut yoki odatdagi suv bilan yoki bir xurma bilan iftor qildirgan kishiga ham beradi. Kimiki bir ro'zlarning qursqini to'yg'izib qo'ygan bo'lsa, uning gunohlari mag'firat qilinadi va Allah u kishini ichgandan keyin abadiy usumaydigan Havzi Kavsarning suvi bilan sug'uradi degan. Bu avvali rahmat, o'ttiri mag'firat, oxiri gadallarni dovzaxdan ozod qilish bo'lgan bir oydir. Ulug' Rabbimizdan ushbu muborak oydagi savob mukofotlarga, ashu fazilatlarga bizlarni ham muyassar qilishini, tutgan ro'zlarimizni, o'qigan namozlarimizni, qilgan har bir ibodat ihsonlarimizni qabul qilishini so'raymiz.